Hurmatli mijoz, nima buyurtma qilasiz? Menyuda sizda shirin narsa bormi? Barcha taomlar menyuda ko'rsatilgan. Shu taomlarni o'zingizni qo'llaringiz bilan tayyorlaysizmi? Bo'ldi qillaring, o'zlaringni odamdek tutlaring. Abror, sanmisan? Ha, manman, qizni tinch qo'ylaring. Nima qilyapsan bu yerda? Ishlayapman. Nima? Ishlov. Ota biznesi yurishmayaptimi? Yo'q. Men o'z kuchim bilan pul topyapman. Biz bu yerda bir oilada ishlaymiz. Ha. Mana misol uchun Bobur mani akamdek. Sanjar vechna недовольный qo'shnidek, acharos sotadigan qizdek. Aman bu katta oilani o'gay bolasidek. Abi, boshingni urib olganmiz, ha? Ama hech narsani tushunmadim hozir. Qanaqa sotuvchi qiz? Bo'ldi, surlaring. Bor, ket. Ket, chiq. Bo'ldi, ketdim. Bu Abror oilasiga biz qaliq bermaylik. Bo'ldi, ketdim. Do'stlari ajoyib ekan. Sobiq do'stlarim.